Hurmatli aka-ukalarim, Yunusobod 3 qahramondan kirganinglardan keyin Guliston masjiddan o'tgandan keyin Ko'kdere masjidi o'rtasida, ikkita masjid o'rtasida joylashgan 3 xonali uyimizga kirib kelganmiz. Oldindan aytib o'taman, narximiz 145 ming edi, 141 mingga tushirganmiz. Meni kanalimdan chiqsanglar, Xudo xolasa 140 mingga baraka qilib berishadi. Katta uyni ko'rsatib beraman, baho berib turasizlar, tomosha qilinglar. Shunda kirib kelganimizga bitta mashinaga joyimiz bor ekan. Mana bitta ko'chamizda alohida letnik kuxnyamiz bor. Uni yonida alohida hojatxonani joylab qo'ygan ekanlar. 9 xona 3 urinni bekorga aytmadim. Bitta kirib chiqamiz, ko'rasizlar, baho berasizlar. Buni kirib kelganimizda kirg'ish qo'limizni, chap qo'limizda katta zal qilib qo'ygan ekanlar. Remontimiz Neo klassik qilib qo'yilgan ekan. Remontimiz juda ham chiroyli ekan. O'ng qo'limizda kuxnya qismimiz, mebel texnikasi qolibdi. Faqat o'rtada ofis sanuzel, chap qo'limizda duogo'ylarimizga bitta spalni. Ana endi ikkinchi etajga chiqamiz, ketib ko'ramiz. Ikkinchi etajga chiqqanimizda o'ziga yarasha balkonlari ham bor ekan. Har bir xonani bitta ahamiyat berasizlar. Bu yerda balkoni bilan Neo klassik deb bekorga aytmadim. Xonalar o'ziga mos ranglangan. Chap qo'limizda xuddi o'sha pastdagi xonamiz. Tepada yana bitta xonamiz. Buni ham xuddi joylashtirilgan. O'rtada sanuzelimiz. 3 xona, birinchi etaj. Bekorga aytib o'tmadim. 3 etaj 9 xonaga ega 1.6 sotuvlik. Pastdagi xonalarni ham bitta baho berib qo'yasizlar. O'rtamizda sanuzel 3 etaj bir xil. Bu yerdagi pastdagi xonamizda mana zapasli bochkalari bilan suvga montaj qilingan kotelni xonamiz. Bu yerda katta xolasanglar sport zal, xolasanglar xona qilib foydalansanglar bo'ladi. Hurmatli aka-ukalarim, sizlarga ko'rsatib berganim 3.9 xonali uyni ko'rsatib berdim. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar, tez uyli bo'lasizlar. Narxini 145 ming deganimda 141 mingga tushirib qo'ydik. Meni nomimdan, meni kanalimdan chiqsanglar 140 mingga baraka qilib beradilar. Dokumentlari joy-joyida. Bir kunda sizlarga farq bermaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, uyli bo'linglar.